Siz 1446-yil yashayotganingizni bilasizmi? Nega islom taqvimi sanalmish hijriy taqvim biz bilgan Gregorian taqvimidan farq qiladi? Musulmonlarning o'z kalendariga asos solishi Umar raziyallohu anhuning xalifalik davrlariga kelib taqaladi. Gregorian kalendari bo'yicha Iso alayhissalomning tavallud topgan yili taqvimning boshlanish sanasi bo'lsa, musulmonlar ham o'z taqvimi boshlanish sanasi uchun islom tarixidagi mashhur voqealarni tanlay boshlaydilar. Ba'zilar oddiygina qilib Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tavallud yili deyishsa, boshqalar birinchi vahiy tushgan yil degan variantni ilgari surishgan. Shunda g'ayri dinlardan farqli o'laroq islom dinining yangi davri sanalmish Makkadan Madinaga hijrat yili yangi taqvimning boshlanish sanasi deb joriy qilinadi. Va bu biz bilgan hijriy taqvimi bo'ladi. Barchamiz bilamizki, Makkadan Madinaga hijrat 622-yili sodir bo'lgan. Endi esa sizga savol. 2025-yildan 622-yilda ayrisa 1403 yil chiqadi. Xo'sh, nega unda hijrat yili 1447-yil yoki 1446-yil deyiladi? Bilsangiz, kommentariyaga yozib qo'ying. Ha, aytgancha, keyingi rilsimizda nega Ramazon oyi har yili 1,5 haftaga jilishini aytib o'tamiz. Azimutga obuna bo'ling. Omon bo'ling.